Bu videoda qishlog'imizga olmos yigitlar keldi va men ularga uy qurib berdim. Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Barchangizga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda bugun meni Friends va mening kanalimga xush kelibsiz do'stlar. Bugun meni mer chaqirgan edi, o'zini uyiga tezroq kel degan edi. Do'stlar, ishoninglar, meni jinni qilib qo'ydinglar-ku. O'tgan safar 2 kun ichida 800 ta qilib qo'ydinglar-da, obunachim 30 tadan. Endi hozir 800 tadan o'ylayapsizlarmi? 800 tadan 2000 ta qilib qo'ydinglar. O'ylayapsizlarmi? Voy do'stlar, nima qilib tashlayapsizlar sizlar meni kanalimni? Ham kommentariyada o'tgan safar 2 ga 2 ni javobi necha bo'ladi degan edim. Kamalak nima narsalar sotgan jitel 2 ga 2 ni javobini 4 emas 5 bo'ladi degan edi, lekin sizlar hammangiz to'g'ri deb yozdingiz va menga kamalak narsalar sotayotgan jitel menga bonus sifatida topganimiz uchun narsasini ham berdi. U meni aldagan ekan do'stlar. Sizlar o'tgan videomda hammangiz aqlli bo'lib, matematiklar sizlarda hammangiz ajoyib obunachilarim bor meni shunaqa aqlli. Hammangiz javobi to'g'ri deb yozgan edingiz. Men ham juda ham xursand bo'ldim to'g'ri javob berganligingiz uchun. Kelinglar, biz shunchaki o'yin o'ynaymiz. Agar kim o'sha savolga javob topa olsa, o'sha qo'shuv ko'paytiruvga javob qila olsa, men sizlarning kanalimda reklama qilib beraman. Do'stlar, sizlarga savol, qaranglar. 5 ga 5 ni qo'shsa va undan birini ayirsa do'stlar, necha bo'ladi? Qaranglar, 5 ga 5 qo'shsa, keyin o'sha chiqqan javobdan birini ayirsa necha bo'ladi? Shuni kommentariyada yozib qoldiring. Agar shuni javobini topa olsanglar, men sizlarni keyin YouTube kanalimda reklama qilib beraman. Do'stlar, tezroq meni Telegram kanalimda 100 ta obunachi qilib tashlanglar, lekin sizlardan iltimos qilib qolardim. Agar do'stlar Telegram kanalimda tezroq 1000 ta obunachi bo'lsa, men sizlarga yuzimni ko'rsataman do'stlar. Agar tezroq 100 ta bo'lsa, men sizlarga mana shu 13-qishlog'imni tashlab beraman. Modlarimni ham do'stlar, shuning uchun tezroq Telegram kanalimda 1000 ta qilib qo'ysak yoki 100 ta qilib qo'ysak, juda ham xursand bo'lardim. Bu YouTube kanalimizni ham tezroq 2,5 ta qilib olishimiz kerak. Bizning maqsadimiz hozircha 10,000 ta bo'lish, shuning uchun tezroq 10,000 ta bo'lishimiz kerak. Mayli do'stlar, biz undan merning yoniga boramiz. Qani bo'la qolinglar do'stlar, kimdir keldi, shuning uchun keldigan edi. Stop do'stlar, mening shaxsiy Telegram kanalim bor. Sizlar mening modlarimga qiziqasizlar, to'g'rimi? Frenzy'ning modlarini qayerdan topsam bo'lar ekan deb yuribsizmi? Unda mening shaxsiy Telegram kanalimga o'ting, obuna bo'ling. Kelinglar, mening Telegram kanalimda 100 ta obunachi qilib qo'yamiz. Bu yerda mening shaxsiy modlarim va 13-qishloqni topishingiz mumkin. Sening Telegram kanalingni qayerdan olamiz desangiz, kommentariy va opsiyada men Telegram kanalimning linkini qoldiraman. Ana shu yerga bosib Telegram kanalimga o'tib ketsangiz bo'ladi. Hammangizga omad. Bu nima? Bu jurnalistlar do'stlar. Olmoslarmi? Olmos jitilmi bular? Jumanim. Assalomu alaykum meraka. Freydi, ke bu yoqqa ke. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salom. Jitil, uzr dilerim meraka, bular kimlar? Bular olmos jitillar. Xullas, sen bularga Bekkining uyini-chi bularga berishing kerak. Tushundingmi? Bekki hozir ketgan shaharga, hozir uni uyi bekordan bekor turibdi. O'sha uyni ularga berasan, tushundingmi? Uylarni qurib berasan chiroyli qilib. Xo'p, bo'ladi. Yaxshimisizlar, tuzingizmi? Alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Zir. Ketdik unda. Men sizlarga qurib beraman unda. Hozir men unda skladga borib narsalarni olib kelib, xo'p, meraka, hozir men ketyapman. Do'stlar, o'ylayapsizlarmi? Bizning qishlog'imizga olmos jitillar kelibdi. Olmos jitillar mer aytgan edi, bizga bular hozir biz bularni aytganini qilib tursak, bular bizga butun qishlog'imizni olmosdan qilib beradi degan edi. Shuning uchun butun qishlog'imiz olmosdan bo'lishi kerak. Biz shunda boy bo'lib ketamiz do'stlar. Bizning qishlog'imiz olmosdan bo'ladi. Do'stlar, mana bu narsalarni qarang. Endi mana shu narsalardan bularga uy qurib beraman, to'g'rimi? Ha, endi mana shu narsalardan uy qurib beraman. Unda mana bu jitillarni, xullas mana bular chiqsin, birinchi aytib chiqay merga. Meraka, men tayyorman. Bularni olib biz o'sha uyga ko'rsaymi? Ha, albatta, bora qolinglar. Yura qol Frenzy, bizga yo'l ko'rsat. Ismingni ham bilib oldik. Yaxshi, ketdik endi. Mana. Eshik ochib chiqinglar. Mana shu uy bo'ladimi? Ammo ozgina maramda to'rlar bosib ketibdi-yu, mayli. Men sizlarga ishonchli chiroyli qilib beraman. Ishoninglar, sizlar shunday xursand bo'lib ketasizlar meni qurganimni ko'rib. Ha, bo'laveradi. Qanunda bizga tezroq qilib berishi bo'lakay. Biz sizni xursand qilamiz albatta, agar bizga xohishimizdagi uy qilib bersang. Iloji bo'lsa, uyni ko'k rangda qila olasanmi? Albatta, mana men bloklarimni ko'rmayapsizmi? Biz uyingizni ko'p xullasda ko'k rangdan qilib beraman. Mana narsalarimni qarang, men uyingizni ko'k rangdan qilib beraman. Siz ammo sabr qilib tursangiz bas. Xo'p, bo'ladi bolakay. Men seni kutib turaman. Ungacha biz biror joyga borib mana bu yerdagi magazinlaringdan qahvalarimni olib ichib turamizda. Xo'p, bo'ladi. Qani unda men uyni hozirroq boshlayman. Do'stlar, biz mana shu yerlardan boshlaymiz. Mana bular ham kutib turibdi. Tezroq uyni qilib olishim kerak do'stlar. Mana bu turlardan ham nima deydi? Bitirib chiqishim kerak. Shuning uchun do'stlar kutib turinglar. Mana men bu yerdan nima deydi?
bu yerdan mana buni olaman. Ha, endi buni o'rniga mana buni ham bo'ldi. Do'stlar, qarab turinglar. Biz uydagi barcha to'rlarni olib chiqamiz va bloklarni, toshlarni olib ko'k rangdagi mana bunday bloklarni qo'yib chiqamiz do'stlar. Mana olasangiz sizlarga test uchun ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Ko'k rangdan uy qilib beryapman men bularga. Hozir mana bu yerdan ham sizlarga uchun ko'rsataman qanday bo'ladi deb. Oynalarni ham ko'rasizlar, sizlar ishoninglar, hayron qolasizlar do'stlar. Mana do'stlar, men mana shu bloklardan hozir mana bu yerlarni ko'ryapsizlarmi? Endi bularni olib oynalar ham qo'yib chiqaman, ko'rasizlar. Hozir men sizlarga ko'rsataman bu yer qanday bo'lishini. Sizlar ishoninglar, hayron qolasizlar. Mana hamma joyni bularning o'zlariga mos qilib beryapman. Ko'ryapsizlarmi qanchalik ajoyib. Do'stlar, men videoni stop qilib turaman chunki sizlarni bekor vaqtingizni olishni xohlamayman. Men mana bu uylarni qurib bo'lgach sizlar bilan gaplashaman do'stlar. Shuning uchun hozircha hammangizga xayr do'stlar. Men videoni o'chiryapman. Bay bay do'stlar. Va oxirgisi va do'stlar, men bu uyni bitirdim. Ko'ryapsizlarmi? Men uyni va nihoyat 1-2-3 soatim ketdi. Ishoninglar do'stlar, mana bu uyni qarang, tepalarini, pastlarini, hamma joylarini men ajoyib qildim. Shuning uchun bitta dona mana shu videomizga bitta like bosib qo'ying. Shuning uchun ham do'stlar, vau, ajoyibligini. Mana uyimiz yoqdimi sizga? Bo'ladimi? Endi ishlarni bezatib chiqsam bo'ldi. Xo'p, вообще ajoyib ekan. O'ylaganimdan ham kuchli dizayner ekansan-ku, bolakay. Rahmat. Va, xo'p, endi men bu nima deydi? Mana buni men mana bu yerga qo'ygim kelyapti. Vo, do'stlar, mana shularni biz bir qator qilamiz, chiroyli dizayn bo'lib turishi uchun. Va, bu ajoyib bo'la. Mana bularni endi biz mana bu yerga qo'yamiz. Ha, mana zo'r bo'ldi. Mana bu yerga chiroyli bo'lib turadi. Endi yo'q, to'tila. Va, meni kirkam qani? Mayli. Mana bularni mana bunday qo'yib qo'ysak chiroyli bo'ladi. Endi mana bu yerga o'tirsa ham yonida mana bunday narsa turadi. Ha, juda ajoyib bo'ldi do'stlar. Endi biz mana bu yerni bu yonadimi? Tushunmadim. Mana bu yerga qo'yamiz. Menimcha yonsa kerak. Lekin mayli. Bu yerga dasturxon qo'yamiz. Kelinglar, buni buzib turamiz. Mana bu yerga ovqatlanish uchun joy qilib qo'yamiz. Mana bu yerda endi to'rttalalari maza qilib ovqatlanishadi. Bu yerga ham stollar olib kelaman. Undan oldin esa mana bu yerga uxlashga bularga joy qilib qo'yaman. Mana 3 kishilik joy. Bir kishi endi alohida uxlaydi ekan. Bir kishiga mana bu yerga joy qilib qo'ydim mana. Endi bular mana bu yerdan uyg'onsa ham bunday bo'lib yuraveradi do'stlar. Ha, menimcha juda ham ajoyib chiqdi. Kelinlar, biz mana bu yerga shalker qo'yib qo'yamiz. Ha, tepadan so'cha mana bu yerda ovqatlanish uchun narsalar olishmoqchi bo'lsa, shu yerdan olishadi. Va uylarning mana bu yerga xush kelib siz deb yozib qo'yamiz va mana do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Kimdir kelsa mana xush kelibsiz bo'ladi mana. Ne kelishadi va xush kelibsiz degan yozuvga duch kelishadi. Kelinglar, biz mana bu yerlarga ham don qilib mana qo'yib chiqaveramiz. Mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Mana bu yerga kelinglar do'stlar, o'rtasiga qilamizda Frenzyga obuna bo'ling deb yozib qo'yamiz. Mana do'stlar, Frenzyga obuna bo'ling. Eshitdinglarmi do'stlar? Shuning uchun tezroq Frenzyga obuna bo'lib qo'ying. Do'stim, qara, senga matematik bo'yicha savol beraman. Sen savolimga javob topa olasanmi? Men obunachilarim juda ham aqlli. Agar sen xato qilsang, ular javobini aniq topisha oladi. Qani berchi? Men 10 yil maktabda o'qiganman, senga o'xshab. Men albatta sening savolingni javobini topa olaman. O'zingdan ko'r do'stlar. Menimcha savolimning javobini ham topa olmaydi, qarab turinglar. Qara, mayli. Bungacha birinchi sinflarning savol javobini beraman, qarab turinglar do'stlar. Senga savol: 10 ga 10 ni qo'shib, undan 5 ni ayirsa nechi qoladi? Молодец, bolakay, молодец. Menimcha 14 qolsa kerak, shundaymi? Do'stlar, tushunardi-ku. Do'stlar, o'zingizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. 10 ga 10 ni qo'shib, undan 5 ni ayirsa nechi qoladi? Bu ahmoq 14 deyapti. Tushunmadim, sen meni ahmoq deyapsanmi? Yo'q, men unday demoqchi emasman. Meni obunachilarim bor. Men YouTuberman. Hozir YouTube'ga video ketyapti. Barchaga salom bunda. Demak, sen bu savolning javobini obunachilaringga qoldirdingmi? Ha, xuddi shunday. Mening obunachilarim o'tgan videomda ham shu savollarimga, matematik savollarimga javob topishgan. Shuning uchun bunisida ham topishadi. Qarayver. Seni topolmagan javobingga bu sizlar uchun javob qoldiradi. Ko'rasan kommentariyamda, okey? Xo'p. Gap yo'q obunachilaringga aqlli bo'lsa demak. Ha, rahmat. Do'stlar, mana shu savolning javobini tezroq kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men aytsam bo'ladi, lekin sizlarning eshitgis kelyapti bu olmos shitilni. Shuning uchun tezroq o'zingiz kommentariyaga yozib qoldiring. 10 ga 10 ni qo'shib, undan 5 ni ayirsa necha bo'ladi? Kommentariyaga hammangiz yozib qoldiring va men sizlarni reklama qilib beraman tekinga. Kim to'g'ri topsa. Shuning uchun do'stlar, tezroq bo'ling. Mana menimcha uy ham juda ham ajoyib chiqdi, to'g'rimi? Rahmat senga. Endi do'stlarimni chaqiraman-da, bu yerda mazza qilib yashaymiz. Rahmat senga bola.
Ha, gap yo'q. Hop. Do'stlar, menimcha videomiz juda ham ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Men bugun juda ham xursandman. Mana shunday olmos jetlariga yordam berganimdan. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ying do'stlar. Do'stlar, meni hozir bu olmos jetel chaqirdi, bilmadim nima uchun. Hozir ko'ramiz. Ey bola, qara, men senga boy sovg'a berishni unutibman. Nima sovg'a berishni unutibsiz? Menga sovg'a berasizmi? Yo'q, do'stlar, menga sovg'a bermoqchi ekan. Sen menga mana shunday uy qurib berding, to'g'rimi do'stlarim bilan birga? Biz senga mana shunday sovg'ani taqdim etmoqchimiz. Qanday sovg'a ekan? Qani beringchi. Qara, inventaringni ochib qarachi. Inventarim nima? Nima bu? Nima qildingiz siz? Murissoq busirroq sizga katta do'stlar. Do'stlar, menga qarang, nimalar berdi. Bularni qarang. Do'stlar, men olmosdan bo'ldim. Rahmat sizga. Do'stlar. Do'stlar, buni qarang, buni. Juda ham ajoyib. Mana bularni olmosdan. Mana buni qarang. Menga qanchalar olmos bloklar berdi bu olmos jetel do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Kelinglar do'stlar, meni endi uyimni olmosdan qilaman. Mana kirkamni olaman, mana bu yerlarni olmosdan qilib chiqaman do'stlar. Kelinglar, mana shu yerni biz ham olmosdan qilib qo'yamiz. Menda olmoslar juda ham VIP bo'lganligi uchun endi men hamma joyim olmosdan bo'ladi do'stlar. Men lavamni joyini endi olmosdan qilib qo'yaman mana. Va bu yer endi olmosdan bo'ladi. Juda ham ajoyib, to'g'rimi do'stlar? Ha, juda ham ajoyib. Mana bu yer ham, mana bu yer hozir. Do'stlar, qarab turinglar. Shuningdek, men xo'p, bu yerni mana va bu yer. Do'stlar, mana bu yerni qarang. Bu yer lavadan bo'ldi, ko'ryapsizlarmi? Endi mana bularni kiyib olaman. Mana bularni kiyib olaman. Do'stlar, hammangizga xayr. Bugun men sizlar bilan Friends bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha.